alaykum, Nozish Cosmetics kanalimiz a'zolari. Mana bugun men obzorimda jenshinni obzor qilmoqchiman. Bu yosh katta onaxonlarimizda davleniya ko'p oshib ketishiga juda ham yaxshi, immunitet tushib ketadi, holsizlik, kuch-quvvatsizlik bo'ladi. Mana yoshlarimiz ham hozir xotira susayib ketyapti, xotirani kuchaytirib beradi. Ko'pchilik hozir o'zida charchash, energiyasizlik uje his qilishyapti. Shunaqalarga bezarar jenshinimizni bu yerda 4 ta bo'ladi korobkasida. Shu turishi 1 million skidkamizda hozir kimga kerak bo'lsa dostavka xizmatlarimiz bor. Bezarar bilasizlar, oldindan qizil jenshinga bo'lganaqa Koreyada, masalan, Xitoylarda juda ham yaxshi hisoblangan. Bu yerda mana bosh og'rig'i bo'lsa, keyin kimdadir uje siqilish, mana bu qon yaxshi aylanmasligi bo'lsa, bu hammasini yaxshi qilib kuch-quvvatga to'ldirib beradi, energiyalarni ham to'ldirib beradi. Agar kimga kerak bo'lsa, bizda qizil jenshinimiz bor, viloyatlarga ham dostavkamiz bor. Kimga kerak bo'lsa, bemalol наличиеda zakaz qilishingiz mumkin.